Umidsiz kurash, ajdarxoni qatl qiluvchi qilish, urushning yakuni. Assalomu alaykum qadrdon muxlis, sizlar bilan Dohua kanali va Uz Extreme. Bugungi videorolikda Osmondagi janglar animesining 184-qismi haqida gaplashib o'tamiz. Sharqiy ajdar oroli ustida kechayotgan jang qadimiy bo'shliq ajdarxolari tarixidagi eng dahshatli to'qnashuvlardan biriga aylandi. Xiao Yan yolg'iz holatda 3 ta ajdar qiroliga qarshi chiqib, o'zining eng xavfli texnikalaridan birini ishga soldi. Sariq buloq samoviy g'azabi va g'azablangan Budda lotus olovi ketma-ket qo'llab, butun boshli hududni alanga bo'roniga aylantirdi. Ushbu hujumlar oddiy dovshenglar uchun halokatli bo'lsa-da, qadimiy ajdar qirollari nihoyatda mustahkam tanalari evaziga omon qoldi. Biroq juda og'ir jarohat oldi. 3 ta qirol haqiqiy ajdarho shakliga o'tib, Xiao Yanga qarshi vahshiyona hujum qila boshladi. Ularning birgalikdagi zarbalari butun fazoni titratardi. Xiao Yan esa ortga chekinishga majbur bo'lsa-da, g'azablangan Budda reinkarnatsiyasi orqali ularni zarbalarini qaytardi. Shunga qaramasdan kuch farqi aniq edi. Xiao Yan tanasi og'ir jarohatlandi, qon qusdi, ammo baribir taslim bo'lmadi. Hatto Shimoliy ajdarho qirolining to'g'ridan-to'g'ri zarbasiga qarshi turib, o'z tanasini qurbon qilish evaziga 4 rangli olov lotusini portlatib, uni ham chetga uloqtirdi. Endi hal qiluvchi pallada Xiao Yan o'lim yoqasiga kelganida osmon uzra binafsha sochli Ziyan paydo bo'ldi. Uning qo'llarida suyuk oltindek jilovlanib turgan sirli qilich bor edi. Bu oddiy qurol emas, balki faqatgina ajdarho imperatoriga tegishli bo'lgan ajdarlarni o'ldiruvchi qilich. Qadimiy bo'shliq ajdarholarining qonidan kelib chiqqan eng buyuk qo'rquv bo'lib, u buyuk sof qirollik qoniga ega ajdarho tomonidan chiqarilgandi. Ziyanning qilichini chaqira olishi butun maydonni larzaga solardi. Sharqiy ajdarho oroli oqsoqollari va jangchilari uni shu zahotiyoq haqiqiy ajdarho imperator sifatida tan oldi. Chunki tarixda ajdar o'ldiruvchi qilichni faqat eng oliy ajdarho imperator ishlata olgan. Ziyan esa hali 4 yulduzli dovshen bo'lishiga qaramasdan bu qudratni namoyon qildi. Ziyan qilichni tushirgan zahoti G'arbiy ajdarho qirolining ajdarho terisi va himoyasi qog'ozdek yorilib tushdi. Atiga bitta zarba bilan halokatli jarohat oldi. Janubiy ajdarho qirolining ham qo'li kesib tashlandi. Ajdarho o'ldiruvchi qirolning qudrati shu darajada ediki, ajdarholar uning oldida oddiy mavjudotdek ojiz ko'rinardi. Biroq bu kuchning tovoni bor edi. Qilich Ziyanning hayot kuchini so'ra boshlaydi. Uning binafsha sochlari oqaradi, tanasi titraydi, og'zidan qon oqadi. Shunga qaramay u chekinayotgan dushmanlarni butunlay yo'q qilish uchun yana zarba berishga urinadi. Oxirgi lahzada Shimoliy ajdarho qirolining aralashuvi bu g'ayrioddiy janubiy qirollarni zo'rg'a qochib qoladi. Ammo og'ir nigoh bu holatga tushadi. 3 ajdarho qirolining mag'lubiyati bilan urush taqdiri hal bo'ladi. Jang tugagach, Ziyan hushidan ketib qulaydi. Xiao Yan uni quchoqlab olib asraydi. Har ikkisi ham og'ir jarohatlangan edi. Sharqiy ajdarho orollari oqsoqollari kelib, Ziyanni rasman ajdarho imperatori sifatida e'lon qiladi. Ziyan esa sokin, ammo qat'iy ohangda kelajakdagi rejasini aytadi. Sharqiy ajdarho orolini tiklab, qolgan 3 orolni bosqichma-bosqich bo'ysundirish va butun qadimiy ajdarho qabilasini birlashtirish. Urushdan so'ng Sharqiy ajdarho oroli g'alaba bilan chiqadi. Endi 3 ta yirik ajdarho oroli hujum qilish qobiliyatini yo'qotadi. Faqat mudofaa, chekinish haqida o'ylashga majbur bo'ladi. Ajdarho o'ldiruvchi qilich esa Ziyanning haqiqiy imperator ekanini abadiy ramziga aylanadi. Xiao Yan esa barcha ishlar yakunlangach, og'ir jarohatlari sabab yashirin chekinishga majbur bo'ladi. U maxsus xonada 10 kun davomida harakatsiz yotadi. Shu vaqt ichida uning yuragida yashirilgan binafsha qizil sirli qon kuchi uyg'onib, tanasini asta-sekin tiklay boshlaydi. Bu qon nafaqat jarohatlarni davolaydi, balki Xiao Yanning tanasini mustahkamlashtirib, kuchini asta-sekin oshiradi. U chuqur uyqu holatida bo'lsa-da, uning aurasi tinimsiz kuchayib boradi. Shu tariqa Sharqiy ajdarho orolida buyuk urush yakunlanadi. Ziyan haqiqiy ajdarho imperatori sifatida taxtga ko'tariladi. Xiao Yan esa kelajakdagi buyuk ishlar uchun
yanada yuqori bosqichga qadam qo'yadi. Sizlar bilan Dohua tahlil kanali hamda UzExtreme. Ushbu Dohuani sifatli dublyajda va original formatda tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, sizlarga Banana TV platformasini taklif etaman. Bundan tashqari, Banana TV platformasida 100 dan ortiq anime, film, drama va do'ngxualarni topishingiz mumkin. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.